Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Bekzod va bugun biz sizlar bilan tovuq boldiri yordamida ajoyib taom tayyorlaymiz. Buning uchun bizlarga sabzavotlar, ziravorlar va jo'ja boldiri kerak bo'ladi. Taomimizni yana ham ajoyib bo'lishi uchun risotto pastasi kerak bo'ladi. Endi esa piyozimizni to'g'raymiz. Sarımsak piyozini tayyorlab olamiz. Jo'ja tomonidan taqdim etilgan boldirni tayyorlab olamiz. Tovaga quygan yog'imiz qizib olgach, birinchi sabzini qovuramiz. Piyoz qo'shamiz. Tabga ko'ra tuz, qizil qalampir. Taomimiz qaynab chiqishni boshlaganda pasta o'rzoni qo'shamiz. Taomimiz qaynab chiqqandan keyin uni olovini pasaytirib 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Taomimiz pishguncha ko'katlarni to'g'rab olamiz. Taomimiz tayyor, endi esa uni suzib olamiz. Buni ustiga biroz pishloqni mayda qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Jo'ja boldiri va pasta o'rdi yordamida qilingan taomimiz tayyor. Yoqimli ishtaha.